Shunaqa issiq kunda faqat ko'ksi olib yeyotgan bo'lsangiz, keling bugun sizga oson, mazali tayyorlanadigan, barakali chiqadigan ko'ksi retseptini o'zim o'rgatib qo'yaman. Tovaga yog', mayda to'g'ralgan go'shtlarni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Maydalangan sarimsoq, piyoz, tuz va ziravorlar solib, birozgina qovurib, soya va ozgina suv solib, 25 daqiqaga pishguncha dimlab qo'yamiz. Taomimiz uchun aynan shunaqangi machonka, vermishillar kerak bo'ladi. Ustidan qo'nguncha muzdekkina gazlanmagan suvimizdan solamiz. 40-45 daqiqada tayyor bo'ladi. Bu orada 5 minutda termosimizni ham tozalab olishga ulguramiz. Menimcha 5 daqiqaga ham bormaydi. Bavi bilan shunaqangi tezgina toza bo'ladi. 1-2 choy qoshiq bavidan solib qaynoq suv quysak, shunaqa zo'r reaksiyaga kirishadi. Suvlar toshib chiqib to'xtaganidan so'ng ko'zingiz oldida suvni to'kib tashlayman. Bu holatda esingizdanmidi? Mana sizga super natija. Bavi bilan ishlarimiz yana ham tez va oson bitadi doim. Ko'ksi uchun 2 dona tuxumdan quymoq tayyorlab oldim. Karam va bodringga ham ozginadan soya solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Pomidorni ham uzunchoq qilib to'g'rasak, qarabsizki, ko'ksimiz salatlari tayyor. Ko'ksini eng muhim joyi murisi, ya'ni sho'rvasiga gazlanmagan suv, shakar, tuz, xohishga ko'ra ukrop yoki kashnich, qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, bodring, soya, uksus, maydalangan sarimsoq, piyoz qo'shib, muz bo'laklaridan solib, yaxshilab aralashtirib, birozgina xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bunaqa issiq kunda eng zo'r ketadigan taom ko'ksimiz tayyor bo'ldi. Oling, siz ham yeb ko'ring.